Onam bilan yaksham. Nima qilyapsan? Instagramda o'tiribmi? Trorningni uyi buzib, boshqatdan quramiz. Asli tok odamni urmaydi. Hammamiz fizikadan o'tganmiz, qarab turinglar. Fizikadan o'tganmiz, bilib olsanglar ziyon qilmaydi. Tok simda ichida yurmaydi. Simda atrofida aylanadi. Ko'rgansizlar fizikadan, hammalar ashi darsdan qochib ketib futbolga ketib qolmagan bo'lsanglar, hamma ko'rgan. Endi qarab turinglar aka. Chap oyoqni ko'tarasizlar, yerda turmaslik kerak. Chap oyoq ko'tarilgan holatda chap qo'lni emas, o'ng qo'lni. To'rtinchi bilan birinchini bizlar birlashtirasizlar mana. Bu zazimlanadi, bu bunga o'tadi. Chap chimchalaq qiladi, tegizlik ko'rasizlar mana. Mana urmaydi tok. Chap oyoq ko'tarilgan holatda ikkovi bitta turibdi, mana urmaydi mana tok. Mana. What? Uje urmaydi. Uje o'tdi sizlarga tok mana. Ikkovini ushlasanglar ham urmaydi mana. Ha. Ikkovini ushlasanglar ham urmaydi. Единственное, esdan chiqarmanglar hech qachon. Bitta narsani. Sammy главный akalar. Shitdan o'chiq bo'lsa bo'ldi. Uchoqchilarmi shitdan urmaydi tok. Savolimlar. Men bilgandim. Gapim ko'pidan kelgan lekin borib fizikada katta edingiz, ko'chadami demoqchi edim. Lekin unaqa qilmanglar. Bu ahmoqlik bu. Realniy ahmoqlik. Даже o'chuv bilan yo'q bilan riskovat qilmanglar. Ikkitasini bittada ushamanglar hech qachon. Bittasini ushasanglar urmaydi. Yalangoyoq bo'lib turishingiz endi. Oxirigacha ko'rmaganlar o'sha oramizda yo'qdi. Bilmayman.